Qashtishi tijoratining sarkardasi tonilgan korxonchi Ali Abdullaning muddatsiz kesilganligi dalillandi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Xotan xalqining yo'qsullikdan egilgan belining bir mahal bo'lsa-mu, tuzilishga turtki bo'lgan Qashtishi sodisi sohasidagi tonilgan sarka, jamiyatda Ali Xo'raz deb nom bilan tonilgan iqtidorli korxonchi, atalmish Shinjang Qashtishi o'yimlik shirkatining bosh direktori, Xotan shahri ichidagi Kashlik bozor qatorliq bir qancha o'rindagi katta muqim mulklarning sohibi Ali Abdullaning muddatsiz qamoqqa kesilganligi dalillangan. Ali Abdullaning tutqun qilinishi 2016-yilning o'ttir va oxirlari jamiyat xabarlarida nihoyat tez va keng turda tarqalgan bo'lsa-mu, lekin dalillash imkoniyati bo'lmagan. Yaqinda egilagan uchurlarda uning qonunsiz qon ichish degandek ayblashlar bilan muddatsiz kesilganligi o'ttirga chiqqan. Azerbayjondagi Xitoy bosh konsulxonasi oldida Sharq Turkistondagi inson qilipidan chiqqan jinoyatlarga qarshi namoyish o'tkazildi. Xitoy bosh konsulxonasi oldiga to'plangan namoyishchilar maqsadining Xitoyning Sharq Turkistonda Uyg'urlar qilinayotgan sistemalik irqiy qirg'inchilikni ayblash va uningga norozi ekanligini bildirdi. Namoyishchilar Uyg'urlarga qaratilgan diniy, milliy va yashash huquqiga bo'lgan tajovuzchiliklarni ta'kidlab, zulmga uchrayotgan va o'ldirilgan Uyg'urlarning atalgan gulchambraklarini elchixona oldiga qo'ydi. Shuning bilan birga Malayziyada ommaviy tashkilotlar va oliy maktab o'quvchilari Kuala Lumpurdagi Xitoy bosh elchixonasi oldida namoyish o'tkazib, Uyg'urlar qilinayotgan bostirishlarga norozilik bildirdi. Yana bir tarafdan Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyatidagi Ijtimoiy bilimlar universitetida Sharq Turkistonga yordam faoliyati o'tkazildi. Hong Kongda 6 oydan buyon davomlashayotgan hukumatga qarshi demokratik namoyishlar Rojdestvo bayramida davomlashdi. Shaharning avot markazlarida o'tkazilgan namoyishlar soqchilarning qattiq qarshiligiga uchradi. Seshanba kuniki namoyishlarda soqchilar bilan namoyishchilar orasida to'qinish yuz berdi. Chorshanba kundimi to'qinish davom qildi. Soqchilar yosh oqquzish bombasi, yuqori besimli suv va soqchi kaltigi bilan daxl qildi. Soqchilarning bir soda saroyida namoyishchilarni kaltak bilan urayotganligi bildirildi. Gumondorlarning Xitoyga o'tkazib berishiga qarshi boshlangan namoyishlar bara-bara Hong Kong hukumatiga qarshi demokratik harakatga aylandi. İsrailiya baş ministri Netanyahu, Rossiya prezidenti Putinning o'ziga "Sen baş ministr bo'lmagan bo'lsang, İsrailiya bilan Rossiya urushga kirishi mumkin edi" deganligini aytdi. Netanyahu o'z partiyasi Likud guruhi ichidagi raislik saylamidan burun İsrailiya radiosining ziyoratini qabul qildi. Putin bilan orasidagi yaqin munosabat haqida to'xtalgan Netanyahu, Putin menga oramizga do'stlik bo'lmasa, ikki davlatning urush maydonida uchrashishi mumkinligini aytdi. Bir necha oyda bir ko'rishishimiz soyasida buningdan saqlandik dedi. Qozog'iston prezidenti To'qayev Rossiya ijara olgan Baykonur olam bazasidan 116 kvadrat kilometr yerni qaytarib olishni tashabbus qilgan bir to'xtamnomaga imzo qo'ydi. Qozog'iston prezident mahkamasi e'lon qilgan bayonotda aytilishicha, To'qayev Rossiya bilan Qozog'iston orasida 1994-yili 10-dekabr imzolangan Baykonur olam bazasi ijara kelishimiga o'zgartirish kirgizishga doir bir kelishimning tasdiqlanishiga munosabatlik bir qonunni imzolagan.